Agarda sizda sotuv bo'limi, marketing bo'limi ishlaydigan bo'lsa, bor bo'lsa, demak ushbu video siz uchun bo'ladi. Videoni qo'llab-quvvatlaymiz, like bosinglar. Keyingi videoda aynan man ko'rsatgan raqamlarni qanaqa qilib chiqarish mumkinligi haqida gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Bu a, aktivni balandligiga qarab belgilanadi. Endi nima bo'yicha gaplashamiz bugun? Marketingda umumiy analizlar bor. Hozir o'sha analizlarni qanaqa ko'rish mumkinligini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Ko'radigan bo'lsak, bu umumiy dashbordlar analizi. Ketdik. Bu yerda nimalar bor deydigan bo'lsak, CPL ko'rsatkichlar bor. Ya'ni bu avtomatik shunaqangi dashbordki, o'zi doimiy update bo'lib turadi. Va kunlik, oylik, endi ehtiyojiga qarab soatlik ham tashlab turishi mumkin. Telegramga, rahbarga yoki roblarga avtomatik keltirib turadigan raqamlar qildirish mumkin bo'ladi. Ya'ni kim sotuv bo'limi hozir qanaqa holatda ketyapti, lidlar soni qanaqa bo'lyapti degan holatlari to'liq tanishish mumkin bo'lgan dashbord va bu avtomatik CRMdan yoki Facebookdan ehtiyojiga qarab boshqa manbalardan ham to'liq raqamlarni olish mumkin bo'ladi. Xo'p, nimalar bor bu yerda? Birinchidan CPL ko'rsatkichi. 1,99 dollar bo'lar ekan. Bu yanvar oyi uchun taxminiy ko'rsatkich shunaqa ekan. Ya'ni 1,99 dollar ekan. Bitta lidni narxi. Cost per lead degan ma'noni anglatadi. Endi bu yerda bizda CAC ko'rsatkichi bor. CAC bu bitta klientni bizga bizdagi narxi, ya'ni 120 dollar ekan. Bu yaxshimi yomonmi deyishdan oldin bitta klientdan biz qancha foyda ko'rdik? Shuni ko'rish kerak bo'ladi. Agar marja baland bo'ladigan bo'lsa, chek katta bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi bo'lishi ham mumkin. Biznes turiga qaraladi endi bu yog'i. Keyingisi aloqa. O'rtacha bitta klient bilan menejerlar necha minut gaplashgan? 2 minutdan ko'proq, 3 minutga yaqin gaplashgan ekan. Bu yaxshimi yomonmi deyishdan oldin ham ko'rish kerak. Ular o'sha orada masalan ko'p gaplash, behuda gaplar ham gaplashishi mumkin yoki kam gaplashib buni joyida qotirayotgan bo'lishlari ham mumkin. Bu sotuvga ta'sir qiladimi deydigan bo'lsak, keyingi raqamlarda aniqroq ko'rsatiladi. Endi lead soni bor, sotuv soni bor. Ya'ni lead soni umumiy bizga nechta lead tushdi? 2,5 mingta lead tushgan ekan. Va sotuv soni 42 ta bo'lgan ekan. Bu yaxshimi yomonmi deyishdan oldin o'sha chekka qarash kerak. Umumiy foydani ko'rish kerak bo'ladi. Agar biznesda bu narsa foyda keltirayotgan bo'lsa, davay davom ettiraylik. Yo'q, foyda keltirmayapti desa, yo'q, to'xtatish kerak bo'ladi. Bu umumiy bo'layotgan marketing kompaniyasi, sotuv kompaniyasini to'xtatish kerak bo'ladi. Va konversiya 1,67% ekan. Kimdirlarga 1,67% yaxshi bo'lishi ham mumkin. Masalan, kurs sotuvchilarda marja juda baland va u yerda yaxshi bo'lishi ehtimoliyati ancha baland bu ko'rsatkichi. Va keyingi nimalarimizda, dashbordlarimizda nimalar bor deydigan bo'lsak, aytganimdek, bu yerda biz menejerlar bo'yicha ham bemalol va qaysidir muddatlar bo'yicha ham filtr qo'yishimiz mumkin. Bu yerda ikkita tim keltirilgan. Birinchi timma o'rtacha gap xarid muddati nima qilingan. Masalan, 81 kun bitta menejerda ekan, bitta menejerda 122 kun, bittasida 89 kun ekan. Buni ham yana ko'rish kerak bo'ladi. Agar 122 kunda cheki baland bo'lsa, vроде uzoq muddatli tovar sotuviga yo'nalish yaxshiroq degan narsa kelib chiqadi. Endi bu yerda kol soni bor. Umumiy 1800 ta bo'lgan ekan, 823 ta bo'lgan ekan. Endi Noila menejer 1800 ta qilib ko'p sotdimi? Yoki Hamida menejer 137 ta qilib ko'p sotdimi? Balansga qaraladi. Agar 1800 ta qilib ham sotolmagan bo'lsa, demak ko'p kol qilish bu yechim bo'lmasligi mumkin. Sotuv bo'limi rahbari buni doimiy analiz qilib borish kerak bo'ladi. Endi bu yerda kol sonlari bor. Ya'ni tushib chiqish dinamikasini oylar kesimida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir oy davomida qanaqa tushib chiqish ketma-ketligi bo'lgan. Va keyingi dashbordlarimizda ko'rishingiz mumkin qo'ng'iroqlar soni va kol sonini umumiy tushib chiqish dinamikasini ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir oy davomida qo'ng'iroqlar davomiyligi 51 daqiqa, kol soni 21 ta bo'lgan ekan. Endi mana bu yerda 21 ta kol bo'lgan ikkinchi sanada. Mana bu yerda
ikkinchi sanada 13 ta kol bo'lgan. Yo'q, men ko'prog'ini nima qilay? Bu 27 sanada 215 ta bo'lgan ekan. Endi mana bu yerda 27-sanada 108 ta bo'lgan deyapti. Nimaga bu bunaqa o'ynayapti? Ya'ni bitta sana ko'ryapmiz deydigan bo'lsak, mana bu dashbord faqat 30 sekunddan ko'p gaplashgan lidlarni oladi xolos. Ya'ni 30 sekund ichida menejer vizov ham tushadi. Ya'ni tut 7 marta chaqirgani ham tushadi. Uni hisobga olmaslik uchun 30 sekunddan balandlarni olish kerak bo'ladi. Demak, 108 ta kol bo'libdi. Bu yaxshimi yomonmi deyishdan oldin o'sha kungi sotuvga ta'sir qilgan bo'lsa, demak zo'r natija bu. Yo'q, ta'sir qilmagan bo'lsa, demak minutga yoki songa ishlash foyda bermasligi ham mumkin. Biznes turiga qarab ishlaydi bu ham. Hissiyot kerak bo'ladigan biznes turlariga demak bu ishlaydi. Qaysidir biznes turlarida. Hissiyot shart bo'lmaydiganlarga kerak bo'lmasligi mumkin. Mana bu yerda nimaga 0 bo'lyapti deydigan bo'lsak, bu yerda ko'rishinglar mumkin. 0 degani bu yakshanba kuniga to'g'ri kelib qolgan yoki qanaqadir blackout bo'lib Wi-Fi ham hamma yoq o'chib qolgan. Shunga o'xshash holat bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat nolligini ham yoki ko'tarilganligi ham tushganligini ham sababini ko'rish kerak bo'ladi. Marketing undagi ishlaydigan xodim, robotni vazifasi, biznes egasini vazifasi mana shu sotuvga ta'sir qiladigan omillarni ko'rib borish va bu dashbordlar vazifasi bizga qayerda ko'tarilish bo'lyapti, qayerda tushish bo'lyapti, tushish sababi nima, ko'tarilish sababi nima degan narsani qisqacha tushuntiradi. Bu chuqur kirib tahlil qilingan emas. Bu chuqur qilib tahlil qilingan emas. Agarda sizga mana shu tahlillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing va kommentariyada yozib keting. Qanaqa tayyorlanadi ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi bemalol. Va buni har bittasiga detaliga tushib yoritib berishim mumkin bo'ladi. Ya'ni qayerdan olindi, nima qilindi bu yerda, har bittasi detaliga tushib yoritib beriladi. Aktiv bo'lamiz. Xudo xolasa, keyingi videolar yana ham manfaatli bo'ladi.